Salom bolalar. Sizlar bilan yana gap. Xush kelibsizlar mening yangina videomga. Bugun o'zimiz bolalar kuchayamiz. Bugungi maqsadimiz esa olmos topish yoki qishloqcha topish. Shu ikkovidan bittasini, qaysi birini birinchi topsak, maqsadimizni bajargan bo'lamiz. Ikkovdan birini topish kerak bolalar. Hozir qolamiz, qani bo'lmasam ketdik. Birinchi ishni bolalar daraxt chopishdan boshlaymiz. Albatta birinchi daraxt chopishimiz kerak bolalar. O'qishga ulgurolmadim. O'zi o'qimoqchi emas edim, keyin o'qigim kelib qoldi-da. Menimcha olmosdan ko'ra qishloq topish osonroq bo'lsa kerak, lekin baribir ikkita maqsadimiz ham bir bolalar. Kalam bo'ldi, endi bo'ladi shu taraf ham hozircha. Buni endi verstaga yashaymiz. Verstagdan esa hozir bolalar bera qo'yamiz. Tayoqcha bularni olamiz. Mana bolalar, kirka tayyor. Baktım, maydi. Şurada dursun hozircha. Bularni yo'qotib olamiz. Buni maska. Bolalar sherada temir qilgandik miyangda. Mana bu yerda mana bolalar. Buni hozir kavlashga shoshilmaymiz, chunki never pick unlocked, never balodida keyin qarjo. Bolalar chunki buni kerkada chopib bo'lmaydi, bo'ldi. 7 ta shu ham yetib qoladi. Bitta kerka va bitta bolta tapor yasaymiz. Bularni qo'yamiz va taxlaymiz bolalar mana. Endi esa bularni olib turamiz. Bularni olgan holda bulardan bundoq qilamiz va bu yerga bularni qo'yamiz va boltaga bu qo'ydimi? Ana topdik. Bularni короче, endi bo'lar. Xullas endi mana bu yerdan temirlarni kovlab olamiz bo'lar. Boshqa temir yo'qmi? Mana bu kerak emas. Mana ugol. Как раз kerak edi bo'lar. Nimalarni eritishga nima muncha darrov kech bo'lib qoldi. Bo'lar shu yerda uycha qilib yashay olmasam bo'lmaydi. Mana shuni tagida bo'lar. Chunki kech bo'lib tushib qoldi. Endi shu yerda yashab turamiz ertalabgacha. Biz versagimiz kerak, versagim olib kelay bolalar. Hozir bolalar yugur. Tapolni olib qo'ydim bolalar. Moblar paydo bo'lishni boshlabdi. Qo'shdim men. Beraman sizdan mana beradi.
mana shu yerda ham yo'q. Verstagimiz qaniydi? Shu yerga qo'yamiz va fakel yasaymiz bo'lib. Chunki fakel bizga kerak bo'ladi hozir. Sandig'imiz bo'lganda narsalarimizni qo'yib turgan bo'lardik, lekin hozircha bizga kerak bo'ladigan narsa shular. Bu tursin, pechka yasaymiz. Bo'ldi. Hozir bo'ldi, pechka yasayveraman. Bitta yetadimi? Yo'q, yetmaydi. Buni ham bu yerga qo'yib qo'yamiz endi. Ikkita pechkani bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bularni ozroq qo'ysak ham yetadi. Ikkidan olib qo'yaylik. Kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yerdan esa tosh kavlayveramiz. Soat qoldi bo'ldi. Chunki bola nima bo'lib qolishi mumkin. Bu yerni ochsak zombimi, moblar tushib qolishi mumkin bola. Shuning uchun bu yerni yopib qo'yishimiz kerak va ochmaymiz qaytib. O'zi ham kelyapti moblarni. Shuncha kavlab olsam olmasam. Yo, shuncha berdi. Bittaga 5 ta, voy. Shuni o'zi biron bir foydasi tegami? Kavlamay qo'yaveraman, ularni tegmaymiz. Chunki ularni kavlaganimiz bilan biron foydali narsasi bo'lmaydi. Shundan bo'lmasa bo'larmikan? Bola hech qanday sevmagan. Ular eritish kerak umuman. Mana temirlar paydo bo'ldi. Endi sal kuchayish bo'ladi. Qayerdan chiqadilar? Yo'qotmagan bo'lib chiqish topdim. Endi bilamami? Qaninu? Ayniqsa hozir meni bolasi bo'lganida tushib ketardi. Agar Karol bilan video olinsin desanglar, like'lar va obunani vanglatib tashlaylar. Agar obunachilar soni 40 ta bo'lsa, Karol bilan yana video olaman bolalar. O'sha uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar bolalar. Obuna bo'lish tekinu. Nega qarab turibsizlar axir? Obuna tugmasini bosib qo'yinglar-da bolalar. Nima bosmaysizlar? Axir shuncha men harakat qilyapman. Modlar olishni o'rgataman deyapman. Lekin sizlar hali meni 100 ta qilganlaringiz yo'q. 100 ta tugul 50 ta ham qilganlaringiz yo'q, bolalar. Sizlarga modlar Minecraftda mod kerak emasmi?
Umut kerak bo'lsa bosinglar obuna tugmasin bolalar. Mana necha kishi ko'ryapti esimga yo'q. Oxirgi marta qaraganimga 400 oxirgi marta qaraganimga ham birovdan o'chdi bola. Lekin o'sha paytda 400 kishi ko'rayotgandi. Lekin hozir necha kishi ko'ryapti bilmayman, chunki qachondan beri qaraganim yo'q bola. O'sha bilmayman o'sha uchun. Endi bundan yasaveraymi? Bir donaga nima qilsa bo'ladi? Bir dona. Hech bola qilmaydi. Qalqon yasasa bo'lardi, lekin qana edi? Esimdan chiqib qolibdi-da. O'zi kam nima ketadi, temir. Tushunadimi? Bola qalqon yasalishini kim biladi? Bilganlar kommentariyada yozaversin. Hozir bilmayman. Eshikmi? Bilmadim, yangi narsa ekan. İzmir'den yaslan qara, hammasi İzmir'dan. Bak. Qalqon qayerda bo'lardi? Qalqon. O'zini yoshi. Nima buncha bular? Nimada bularzi? Men bilmayman. Bilmadim lekin nimaniga. Umuman. Lekin men buni yassa bilaman, bilaman, yasashni bilmagandim. Bum baka bak. Bum baka bak. Qalqon qani. Yo bularni ham yassa bilaman. Buni yassa bilaman 4 taga. Mana qalqon aytdim-ku, bitta ketardi, bitta qalqon yassa bilaman, yo bilmaydi. Bittaga faqat qalqon yassa bilarkan bola. Bittaga boshqa narsa yassa bilmaydi. Xo'sh, mayli. Hozircha toshdan yasab turamiz. Chunki yo'li kerak bo'lib qolishi mumkin bola, ishlatmay turamiz. Bitta yasa bo'ldik, endi esa 3 ta qoldi. Balki ertalab bo'lgandir. Bola ertalab bo'libdi. Narsalarimizni yig'ishtirib, yo'lga otlanamiz. Minecraftda salgina qo'tishlar bo'lyapti. Chunki juda ko'p modlar qo'shgan. Yana nima? Salgina qoldi, sal qolishiga sal qoldi. Hozir daraxt chopib ketaylik bola. Daraxtni ko'pi yo'q. Chunki men daraxtim kam qoldi. Ketdik, endi yo'lga otlanamiz. Hali yegulik topishim kerak. Bu bolasi ekan. Bolasidan ham go'sht tushmaydi. Mana bola, mana. To'xta. Men qanday o'tayini beri? Mana. Hop, hop. Bittaga. Böyle ovqat yeplayapmiz. Bola kommentariyada olmos topish osonmi yoki qishloqmi ekani ham yozib ketinglar.
Almost is almost. Nima uchun almost tezroq topilishini qishloqcha desarsiz. Nima uchun qishloq tezroq topilishini ham yozib ketinglar. Sabab nima uchun? Sababini ham yozib ketinglar. Misol uchun mana qishloqcha tez topiladi. Nimaga? Chunki mashina almost topiladi. Nima uchun? Almost tezroq topiladi. Almost tezroq topiladi. Nima uchun? Mana shuni deysizlar qarashdi tamam. Bo'ldi. Menga shuni izohni ham yozib ketinglar. Yasamadımda. Allah. Düşüm tören yok. O ana Tövbe iyi kanedin. Endi esa yo'llik tepamiz olabiliyor. Yomg'ir ibi. Bola juda ham 300 dan ziyod modlar qo'shib bola shu uchun men imanda Berek to'xta. Mana shu quyni bola qamab qo'yishadi. To'xta. Manga sanjimga qarab turinglar dedi. Hoppa. Oh, mana bola qamadim. Şöyle to'xtasam bola. Chunki hozir men qaysi yasamoqman. Bo'ldi. Endi narsa qilmaydi chunki menga ikkita tushdi. O'ldirsak bitta tushadi. Bir dona o ana. Böyle kuyuya ketishing mumkin. Menga faqat bir dona yostiq uchun kerak edi. Men bola shuni sal kattaroq qilib uyqu olayman. To'xtashmasin bola. Ketdim qaydan. To'xtashmasin. Şöyle tuşun karışma gitti. YouTube şeysi olaydı. Ne kadar hızlı geldi. Kalmıştı sanırım. Mana. Burada. Bunda topça dursun. Buna şunda getiriyorlar. Bu bölümde dursun. Buraya mod çıkıp olalım. Belki mana. Açacağım da bu mana kaçıracağım. Başka hop. Benim şarkı olsun. Özümün savunmam acayip bir molundasak. Ağzını yaxshi ishlatdim bola. Yo'q, qaç yasamasam bo'larkan. Bolani bir ikkitasini o'ldirardim. U esa oltilar menga kerkaga qolardi. Oltin deyman, mayda temirlar. Menga patmana kerak, patmana. O eshak. Eşeğe sanıyorum. Öldürdüm valla.
İşlerimizi yok mu? Ya vallahi işlerimizi. Fakat işte. İlmen. Kim mesela olamaz özümüzge. İşte böyle işte. İşte gel. Öyleyse bunu mesela girelim. İşte mi? O ana işte. İşte böyle. Tekte böyle sabır işliyor. Numaraya da 5 dakika. Arkadaşlar bu çok boylaştırdım desin. Çok maymus. Yo vola motion. Yemin verin. Bilmezse. Kim durmuşuna da vola. Lekin bola bak xudoma o'zim qo'yganim yo bola. O'zi bor kim durmushi. Vakilimiz qo'ynimizga ekan. Bo'ldi mana shunga tushib ko'ramiz. Kom bor ekan bola. Bu yerda olmos topib olsak baxtimiz. Agar mana bu yerda qanaqa moblar kriperlar ham bor. Ya bo'ldi mana bu yerlarda yo'qmi yo'q ekan ketamiz bo'ldi. Pastga tush niyatim yo'q chunki bu yerda shuncha moblar turibdi. Tushsam bo'ldi bu yerdan hech qachon sog' chiqmasam kerak. Bo'ldi bola. Şimdi chiqib bo'ldi, o'sha joyga chiqishga majbur bo'ldim. Endi ayga buyurmaysizlar. Mana shu yerda yashab turamiz bu kecha. Chunki kech bo'lib qoldi. Uxlab olamiz. Ya ayol uynatyapti. İyi. Fakirle bittasi qara qolib ketdi. Ha. Yerdagi uyimizga qolib ketdimi? Nimadan bo'lamanimcha. Vay bola qochamiz bu tarafga qarab. Moblar ko'plik qilibdi shekilli. Mana shuni o'ldirib qanday bo'lib ish berar ekan. O berar ekan. Aman. Go'sham ancha qilamiz. Bo'ldi. Tatlı. Şimdi o sakra oraya mı ola? Söylemem bola. Baş iki tane yazalım iki tane. Sudan çıkış gerek. Yoksa suya kaybeder beni. Neden bakılamız? Öldü. Nasıl yerde? Çok tanemiz indi. Hop. Yeah. Hop. Öldü gitti indi. Hop. Yeah. Yo. İyi mana bir de çıkar. Yo qanaqa tavuq. Da hop. İyi hammasi tushib ketdi.
chiqdi. Nima bo'ldi? Aytdimki, bolalar juda moblar ko'plik qilib ketgan. O'chirishim kerak. Hali ham ancha modlarni o'chirdim-u, lekin baribir ishlar bo'lyapti. Uchinchi darajaga keldik. Mana shunaqa. Mana etkiden. Böyle ozroq düşünüyoruz. Ay. Yana moşinmi bolalar? Nima moşin chiqyapti? Men hayron qolyapman-da. Meni bo'lmas ekan, lekin meni bo'lganda edi. Yaxshi bo'lardi. Ona yana chiqdi. Shunaqa narsa ko'payibdimi? Lekin bolalar hozir endi birinchi marta ko'ryapman bu narsani. O'shanga aytyapman-da. Har o'lchamiz bo'lsa bir 100 metrdan, har 100 metrdan keyin shunaqa nimachalar chiqyapti ayoncha. Otam bilmayman, lekin bitta jonimiz ketdimi, yarimtamikan bilmadim. Shu hech qishloqcha topmadim-da. Hop, o'g'il. O'g'il bor joyda albatta temir ham bo'lishi kerak. Hozir qo'raman bolalar. Ya bolalar o'g'illarni olamiz. Ana bu mana bu yerda ham bor edi o'g'il bola. Buni ham olamiz albatta. Endi juda ko'p mod qo'shib o'rganmanmi? Albatta o'chiraman modlarni. Ko'plik qilyapti-da, bunaqa qo'tishlarni. Minecraftni o'ynash qiyin bo'lyapti. Mana bularni ham qo'shamiz. Bu videoda modlarni o'chiraman. Buni ikkinchi qismida bolalar shu joyda videomiz tugadi. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Buni ikkinchi qismi ham tez orada chiqadi. Bolalar ko'p kishi aytyapti, PUBG o'ynadi. Bolalar agar shu video 100 ta like yig'sa, agar bolalar PUBG o'ynab video qo'yaman. Bolalar bu nima demoqchiman?
Kanalga obuna bo'lish va videoga like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar.